Uka, ozgina qarz berib tur. Ayol boshim bilan ozgina qiynalib qoldim, uka. Opa, mana shu pulni oling. Opa, kechga o'zim o'taman. Uyingizda hamma kamchiligingizni o'zim qilib beraman. Ukajonim, rahmat. Yaxshiyam borsan, boringga shukr. Obbo, bugun kamomat bo'lib qoldi-ku, a. Bu turishda o'g'limni kontragini qanot o'larkin mana. Keling aka, xush kelibsiz. Uka, oldinga men hijolatda keldim. Pul kerak yana. Sendan boshqa hech kimim yo'q, uka, pul so'raydigan. Endi to'g'ri tushun. Aka, bu nima deganingiz? Hozir olib chiqib beraman aka, behijolat pul bor. Ko'ngil to'qing. Aka, o'tirib turing, hozir olib chiqib beraman. Aka, hijolat qilmang. Menda pul bor. Ey oshna, sen bu turishingda 10 yilda ham, 20 yilda ham hali beri mashina ola olmaysan. Hali akang keladi, pul kerak deb, hali sening telefon qiladi, pul kerak deb. Nima sen ularga do'ljinmisan yo qarzing bormi ularning? Ha, oshna qarzim bor. Akamdan oqibat, opamdan mehr qarzim bor. Esingdan maktab vaqt